Ko'pchilik shu yuvish mashinalarini ishlatayotganda asosiy mana shu 14 ta funksiyasidan foydalanadi. Mana bu tablodagi qo'shimcha funksiyalardan ko'pchilik foydalanmaydi, qaysi biri nimaligini ham bilmaydi. Videoni oxirigacha ko'rsanglar, hammasini bitta-bitta yoqib ko'rsatib beraman. Ko'rishingiz mumkin. Birinchisi kiyim bilan shu don rasmni turibdi. Intensivniy funksiyasi. Buni bossanglar, barabanchida ozgina suv to'playdi. Shu dobib qo'ygan kiyimlarga shu katta qoraga bo'ktirib qo'ygan effekt bilan donani ketkazib beradi. Ikkinchisi ekonom время, vaqtini qisqartirib beradi. Uchinchisi bo'lsa palaskani plus. Ko'rayotgan bo'lsangiz bu chayish qo'shadi. Bu yerda mana добавить video funksiyasi ham bo'ladi. Bossanglar добавить video mana bu yonadi. Bemalol kirib qo'shsanglar bo'ladi. 10 minut 15 minut ichida. Men pastdagi qo'shimcha funksiyalardan foydalanish uchun mana hammasini o'z pastida ko'rsatib qo'ygan. Bu yulduzcha bilan qilib qo'yganlar hisobiga 3 sekund bosib turasiz buni. Misol uchun mana предварительный stirka. Ko'rayotgan bo'lsangiz bir yonda. Bu haqida o'zi alohida video chiqarganman. Profilga o'tib ko'rasizlar bo'ladi. Bemalol birga ham kiygan parashyut qolasiz. Ikkinchisi bo'lsa очистка baraman, ya'ni o'zini o'zi tozalash. Bugun bosib tursanglar yonadi, ya'ni kirmoqni o'zini o'zi tozalaydi avtomatik. Bu yerda yana sizlarga bitta zo'r funksiya bor, dazmol funksiyasi. Beskavadi. Bugun bosib tursanglar, mana ko'rayotgan bo'lsangiz, dazmol rasm yondi. Bu kiyimlaringizga g'ijimni yo'qotib berishga yordam beradi, lekin 100% yo'qotmaydi, 30-40% gacha yo'qotib beradi. Eng muhim funksiyalardan ko'pchilik bilmaydi. Mana shu narsani blokirovka adisiya. 3 sekund bosib turasiz. Blokka tushadi. Ya'ni shu yosh bolalar kirmoqni o'ylab tashlamaslik uchun. Uni o'chirib yoqsanglar, mana ko'rasiz, blok rasmi chiqib turibdi. Kirmoqni ishlamaydi. Buni ham o'chirish uchun 3 sekund bosib tursanglar bo'ldi. O'chadi, yana kirmoqni o'zida ishlayveradi. Agar sizlar videolarimizni yoqayotgan bo'lsa, like bosing. Bundan qiziqarli videolarni kuzatmaslik uchun kanalimizga obuna bo'ling va videoni saqlanib qo'ying. Videoni hamma yaqinlaringizga jo'natib qo'ying.